Nima men hammangni bitta-bitta yo'qotishim kerakmi? Maktabga kech qolasan, turib tutchay. Rogatka. Mana ko'r. Pichoq qani pichoq? Bitta-bitta ye, shu seniki hech kim yemaydi shuni. Ana shu yerni menga ber. Qo'lingni kesadi hozir pichoq. Quvnoq tayda paraxodining kema jurnali 5-fevral. Choyingni ich hammang. Lekin ey. To'kasan hozir. To'kildi. Bolam, ol-ye. Qornim to'q dedim-ku. Qo'shnidan bir sochiqcha olib keldi. O'zimizda ham bor-ku. Olib kelib qo'yda shuni bo'lmasa. Men nima qildim? Menga oqqan baqirasiz. To'kiladi. To'kilma. Maktabga kech qolyapmiz. Ming marta aytaman, maktabga kiyadigan formangni dasturxon boshiga kiymadi bu palazga. Men toza bo'ldi, kiy tez-tez bo'l. Men bo'ldim, bitta tugmachasi ortiqcha ekan ona. Qara, shohruxlikka o'xshadimmi? Mana bostirib kiyib yurgin. Tushundingmi? Shamollasang qo'llariga pul yo'q. Tezlashlaring. Ey, labingni o'chiray. O'laysan. Hech narsa surmadim, o'zi shunaqa. Ma, ustoz remont pulini ham olib ketuvdilar. Chop, ertaga olasan. Uydan nashatni olib chiqdim, maktabga borib maqtan ichamiz. Menga ham berasan ketga. Qara, puling ko'paytirib bering. Mana 2 ta olib, mana 3 ta berdim. Aldama. Yoshlik sani o'ylamagankan